Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fakhuz ma ataytuka va kun minash shakirin." Bas biz sizga ato qilgan narsani olingda shukr qiluvchilardan bo'ling. Alloh bergan kunni ol, rozi bo'l, shukr qil. Bu Qur'onni mantig'i, Qur'onni ko'rsatmasi, Qur'onni tavsiyasi, Qur'onni xulosasi. Alloh berganda ol, shukr keltiruvchilardan bo'l, rozi bo'l. Ko'zga ko'ringan salaf solih ulamolar orasida agar qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchiligi faqir bo'lishgan. Hashamatli uylari, qimmatbaho bir ot ulovlari, dunyo matohi xizmatkorlari bo'lmagan. Lekin shunaqa faqirona hayot kechirishgan bo'lsa ham, ular o'zlarining hayotini saodatli kechirishdi. Nima sabab? Chunki hozir biz aytayotgandek kunidan rozi edi ular. Ularni hayot haqidagi o'lchov tushunchalari to'g'ri edi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishdi. Chunki ular o'zlarini Alloh bergan iqtidorlarini to'g'ri yo'lga yo'naltirishdi. Shuning uchun ularning umrlari ham, vaqtlari ham barakotli bo'ldi, shuning uchun saodatli bo'lishdi. Imom Navaviy 45 yil yashagan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Shofiy 52 ga kirib o'tgan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Buxoriy 63 yil yashagan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Bular Alloh bergan kunidan rozi edi va Alloh ularga bergan iqtidorni o'zini o'rniga ishlatishgan edi. Ularda o'tganiga necha yuz yillar, necha asrlar o'tgan bo'lsa ham, ismini zikr qilganimizda Alloh rahmat qilsin deb yaxshilik bilan eslayapmiz. Endi shularning asnosida, shular yashagan davrda qancha podshohlar, qancha badavlat odamlar yashadi. Ularning o'lchov tushunchasi dunyo edi. Ularni hech kim eslamadi. Birodar, mana shu muborak toifani qarshisida yana bir toifa odamlar ham bor edi. Ularga mol dunyo katta qilib berilgan edi. Ne'matlar serob qilib berilgan edi. Ammo mana shu ularning qo'lidagi katta dunyolari ularni baxtsiz bo'lishiga sabab bo'ldi. U biz aytgan salafi solihinlar qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham baxtli yashapti. Bular mol dunyosi o'shuncha bo'lsa ham ularni baxtsiz qilib qo'yibdi bu mol dunyosi. Nima uchun? Ularning mana shu dunyoga qarashi, o'lchov tushunchasi noto'g'ri bo'lgan. Shundan bilsak bo'ladiki, dunyo matohini ko'pligi unaqa juda ham muhim narsa emas ekan. Aksincha, agar kishida iymon, e'tiqod bo'lmasa, solih amal bo'lmasa, islomiy o'lchov tushunchasi bo'lmasa, bu dunyo matohi hech narsa emasligini ko'rsatadi. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan bilan shu oyda shu bolalarga ta'limni boshladik. Mana ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Uka, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savobga sherik bo'ladi. Bu oyda bergan ehtonimiz ming barobar yoziladi. Shu uyga bitta git obedaynam jannatda uylar bo'ladi. Bitta git o'rkim. Qo'lida katta oliygohlarni diplomini ushlagan odamlar bor. U diplomlar bilan qayerga borsa ularni tan olishadi, hurmat qilishadi, e'tirof qilishadi. Ammo ularning qo'lidagi bu diplomlari ta'siri ham, o'zi ham arzimas. Chunki u diplomlarni olayotgan paytda kallasiga kirgan o'lchov tushunchalari to'g'ri emas edi. Chunki u diplomlarda iymon degan tushuncha, solih amal degan tushuncha, Alloh bergan kuniga rozi bo'lish degan tushuncha, tasavvur yo'q. Yana unaqa ilmi ko'p bo'lmagan odamlar bor, katta diplomi ham yo'q, lekin bilgan ozgina ilmini odamlarga foyda yetkazishlikka ishlatishdi. Ularning ozgina ilmi jamiyatni isloh qilishga ishladi. O'zlarining ozgina ilmini ser-suv davriga aylantirishga oldi. Chunki ularning o'lchov tushunchalari iymoniy edi. Birodar, agar sen saodat qidirayotgan bo'lsang shu dunyoni o'zida, avvalambor Allohni senga ato qilgan har bitta narsasiga rozi bo'l. Uyingga, mahallangga, ko'changga, shakli shamoilingga, oilangga, topishishingga ayrim zohid murabbiylar bundan ham qattiqroq talab qo'yishadi. Aytishadiki, qo'lga kiritganingdan oziga, intilganingdan pasrog'iga rozi bo'l. Tushunarlimi?
qo'lga kiritganingdan ozrog'iga rozi bo'l, intilganingdan pastrog'iga rozi bo'l. Mana tarixni qaraymiz. Mana shu biz aytayotgan dunyo matohi qo'lida katta bo'lmagan odamlar. Lekin ummat ularni ismini hurmat bilan tilga oladi. Ato ibn Abi Raboh o'z davrini tengsiz olimi, tobiinlarni sayyidi deyiladi. Abu Bakr Siddiq sahobalarning sayyidi bo'lsa, Ato ibn Abi Raboh tobiinlarning sayyidi. Qora qul bo'lgan, burni puchuq bo'lgan, jingalak soch bo'lgan, qora qul bo'lgan. Ahnaf ibn Qays arablarning eng halim kishisi, jismi zaif, bukri, oyog'i qiyshiq, arvoh odam edi. Amosh dunyoning muhaddisi, ko'zi xira, qul, juda faqir, kiyimi yudagan, ko'rinishi aytadigan bir suratda emas. Lekin qaranglar-da, eng saodatli odamlar shular bo'lib chiqyapti. Anbiyolar hammasi cho'ponlik qilishgan. Davud alayhisalom temirchi bo'lgan. Zakariya alayhisalom duradgor bo'lgan. Idris alayhisalom tikuvchi bo'lgan. Qaranglar-da, bular bashariyatni tanlab olingan eng sarabandalari. Alloh taolo insonlar ichidan tanlab olgan eng sarabandalar. Bular boy bo'lmagan. Agar hozirgi odamlarning tasavvuridagidaqa dunyo matohi zo'r narsa bo'lganida, dunyo matohi insonning baxtli bo'lishini asosiy sababi bo'lganida, payg'ambarlarning birontasi kambag'al bo'lish kerak emas edi. Birodarlar, bizning zamonimizdagi odamlarning muammosi o'zi avval ham shunaqa bo'lgan. Boymi, demak baxtli. Kambag'almi, demak baxtsiz. Shu tasavvur bilan yashayapti odamlarning juda ko'pchiligi zamonimizda. Ana shu tasavvur bilan yashayotganligi uchun bu odamlar hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Hech qachon hayotda saodat topa olmaydi. Chunki o'lchov noto'g'rida. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga birinchi navbatda iymonni beradi. Iymon saodatli qiladi. Solih amal saodatli qiladi. To'g'ri o'lchov tushuncha saodatli qiladi. Ha, hech kim boy bo'lma demayapti. Hech kim senga kambag'al bo'l demayapti. Lekin u boy kambag'allik maqsad emas. U taqdir. Sen maqsad qilsang, qilmasang, peshanangga boy deb yozgan bo'lsa boy bo'lasan. Maqsad qilsang, qilmasang, kambag'al deb yozgan bo'lsa kambag'al bo'lasan. Bu taqdir. Buni rozi bo'lib qabul qilish kerak, bo'ldi. Demak, birodar, seni qadr-qiymating, iqtidoring, solih amaling bilan, jamiyatga foydang bilan, axloqing bilan bo'ladi. Seni qadringni shu narsalar ko'taradi, seni mana shu narsalar salohiyatli, saodatli hayot kechirishingga sabab bo'ladi. Iymon, solih amal, to'g'ri tasavvur, to'g'ri o'lchov tushuncha. Agar senga go'zallikdan tegmagan bo'lsa, mol dunyodan tegmagan bo'lsa, dunyoda kengchiligini yetmagan bo'lsa, ayoling sen aytgandek go'zal bo'lmasa, uying sen aytgandek hashamatdor bo'lmasa, qayerga borasan? Rozi bo'lmay nima qilasan? Alloh taolo aytadi: "Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Ularning hayoti dunyodagi maishat tirikliklarini ham ularning o'rtasida o'zimiz taqsim qilganmiz. Seni shu holatda Alloh yaratdi, buni bu holatda Alloh yaratdi. Senga shuni Allohning o'zi tanlab berdi, bunga buni Allohning o'zi tanlab berdi. Allohning taqsimiga rozi bo'l. Rozi bo'lmay qayerga borasan? Qayerga borasan? Shusan, boring shu. Nimaga men falonchilar emasman? Nimaga falon mamlakatda tug'ilmaganman? Unaqa emassan sen. Qayerga borasan endi? O'sha dunyo matohi qo'lingga kelmadi. Sen shunga o'kinyapsan. Shundan xafa bo'lyapsan. Endi seni o'kintirayotgan narsani qadrini bilgin. U sen o'kinishlikka arziydigan narsami? Salaf solihinlardan bittasi boylarning qasrlari, mol davlatlari haqida shunaqa degan edi. Ular ham yeyishyapti, biz ham yeyapmiz. Ular ham ichishyapti, biz ham ichyapmiz. Ular ham ko'rishyapti, biz ham ko'ryapmiz. Ammo qiyomatda ular hisob-kitob beradi, biz hisob-kitob bermaymiz. Birodar, qiyomat kunida bilasanmi? Inson kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Qiyomatga borganda inson dunyoda kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Nima uchun? Boylarning qiyomatda hisob-kitobi og'ir bo'lganligini ko'rib turib, kambag'al xursand bo'ladi. Yaxshi ham kambag'al bo'lgan ekan, mana o'tib ketdi, oson hisob-kitobim bo'ldi deydi. Sulaymon ibn Davud payg'ambarning o'g'li bo'lgan payg'ambar
Hamma payg'ambarlar jannatga kirib ketganlaridan keyin 40 yildan keyin kiradi jannatga. Nima uchun? Moli dunyoning kattaligi, hisob kitobning uzoq va og'ir bo'lganligidan. Kiradi oxirida, lekin 40 yil o'tadi. Shuning uchun qo'lingga dunyo matohi katta kelmagan bo'lsa siqilma. Bu seni Alloh yomon ko'rganligini belgisi emas. Astagfirullah. Va laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra va taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Qiyomat kuni bo'lganida Alloh taolo aytadi. Mana bizni huzurimizga sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunday keldinglar, yolg'iz holda. Dunyoga kelganimda yalang'och dunyoga keluvdingmi? Yalang'och holda hech narsang yo'q keluvdingmi? Mana endi bizni huzurimizga qaytib kelsan, yalang'och qo'lingda hech narsang yo'q. Sizlarga bergan narsalarimizni orqada qoldiribsizlar. Shuning uchun birodar, Allohning huzuriga qurg'u borasan. Iymoning, solih amaling bilan faqat. Demak, birinchi qoidamiz, inson dunyoda saodatli bo'lishi uchun Allohning taqsimiga, taqdiriga rozi bo'lishligi kerak. Rozilik baxt. Inson rozi bo'lishi qiyinda. Rasululloh aytganlaridek, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana ikkinchisini orzu qiladi. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan hozir? $1 million bo'lsa yetadi deysan. To'g'rimi? Chakana pulmi bu? Shu bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, birodar. Endi $400 telefon tuta olmaysan endi. Orzu havasni trubasini diametri kengayib qoldi. Endi $10,000 mashina minishni xohlamaysan endi. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki insonga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqat tuproq to'g'izadi dedilar Rasululloh. Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchaga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi? Baxt, saodat deganda tasavvur to'g'rimi? Aksariyat odamlarni baxt haqidagi tasavvuri to'g'ri emas. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga hirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Agar odamlar o'ylayotgandaqa baxtli, saodatli hayot faqat boylik bilan bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bir odamning boy bo'lishini, bir odamning kambag'al bo'lishini Alloh hal qilgan. Bir odamning kambag'al bo'lishiga hukm, bir odamning boy bo'lishiga hukm. Agar boylik baxt desa, Alloh bir odamni majbur boy qilib turib, majbur baxtli qilib qo'yibdi. Ikkinchi odamni majbur kambag'al qilib turib, majbur baxtsiz qilib qo'yibdi. Unda imkoniyatlar bir xil bo'lmay qoladi, birodarlar. Agar odamlar o'ylayotganda puldagina bo'ladigan bo'lsa, hammani baxtli bo'lishga imkoniyati yo'q. Biz endi qaysi baxtni aytyapmiz, qaysi saodatni aytyapmiz? U shunday saodatki, hamma insonda uni oldida imkoniyati teng bo'lishligi kerak. Inson xoladi baxtli bo'ldi. Inson xoladi tanladi saodatli bo'ldi. Bu erkakmi, ayolmi, boymi, kambag'almi, oqmi, qorami, olimmi, omimi, qaysi zamon, qaysi makonda yashashini farqi yo'q. O'zi xohlasanglar baxtli bo'lishligi kerak. Biz shu baxtni aytyapmiz. Baxtli bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz. Qanaqa qilib baxtli bo'lasiz? O'lchov tushunchangizni to'g'rilang. Agar odamlar o'ylayotgandaqa faqat dunyoning matohini ko'pligi insonni baxtli qilsa, Qorun hammadan boy odam edi zamonasida. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Firavun o'zini zamonasidagi tengsiz podshoh edi. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Abu Lahab yoki Umayyat ibn Halaf, mana Qurayshning boylari. Eng baxtli odamlar shular bo'lish kerak edi. Agar biz aytayotgan tushuncha bilan o'lchaydigan bo'lsak, lekin baxtlimidi ular? Oqibati nima bo'ldi bularda? Bu odamlarni Alloh taolo o'zi rizqini keng qilib qo'ydi. Bularni podshoh qilgan, boy qilgan, mansabdor qilgan, vazir qilgan, qo'liga davlat katta bergan Alloh taoloning o'zi.
Shuning uchun biz boylikni, dunyodagi kengchilik hayotni baxt deb qaramaymiz, birodarlar. Buni sinov deb qaraymiz. Birodarlar, boylik mukofot emas. Kambag'allik jazo emas. Boylik Allohning bergan mukofoti emas. Kambag'allik Allohning bergan jazosi emas. Bandalarim, berganim mukofot, man qilganim jazo emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Agar qo'lida dunyosi yo'q odamni baxtsiz desak, Iso alayhissalom baxtsiz ekanda. Allohni tanlab bo'lgan Iso alayhissalom ustidagi yaxtagidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Agar baxtni biz dunyo matohida deydigan bo'lsak, Iso alayhissalom eng baxtsiz odam bo'lish kerak bo'lib qoladi. Payg'ambar, birodarlar, eng baxtli odam bu inson. Yoki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zotga podshoh payg'ambar bo'lishlik yoki faqir payg'ambar bo'lishlik ixtiyori berilganida payg'ambarimiz ikkinchisini tanlaganlar. Agar boy bo'lishlik saodatni ayni o'zi bo'lganida Rasululloh kambag'al bo'larmidilar? 2 kun qorni to'yib oppoq yumshoq non yemaganlar Rasululloh. Qiyinchilikda hammasini ko'targanlar Rasululloh. Faqirona hayotni ixtiyor qilganlar va faqirlarni yaxshi ko'rishlik bilan rizqlantirgin meni deb duo qilganlar. Shuning uchun bilib olaylik. Biz o'lchov tushunchani to'g'rilab olaylik. Xudoga yoqqan joyi borki, zuvolasini aytavermaysizlarmi? Qanaqa olgan zuvolasini? Xudoga yoqqan joyi borki, shuning uchun zuvolasini katta olgan. Xudoga yoqqan odamni, birodarlar, iymonini, solih amalini, o'lchov tushunchasini, zuvolasini katta oladi. Ma'qulmi? Demak, haqiqiy saodat, biz aytayotgan haqiqiy saodat boylik, mansab, dunyo matohini ko'p bo'lishi yo oz bo'lishi bilan belgilanmaydi. Islomiy tasavvurdagi saodat, haqiqiy baxt iymon, solih amal va to'g'ri o'lchov tushuncha. Ko'pchilik odamning saodat haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Baxt nima deb so'rasangiz, odamlar shu dunyo matohidan nimaga yeta olmayotgan bo'lsa, shunga erishishlikni baxt deydi. Qaytarib aytaman. Baxt nima desangiz, dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boylikni baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Befarzand odam farzandni baxt deydi. Uysiz odam uyni baxt deydi. Bo'ydoq odam qarab turinglar, mana dunyo matohida kimi qo'lida nima yo'q bo'lsa, dunyo matohidan shunga erishishlikni baxt deb o'ylayapti. O'zi asli haqiqiy saodat oxiratda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fa ammalladina shaqu fa finnar." Haqiqiy baxtsiz insonlar oxiratda jahannamda bo'ladi. Va ammalladina su'idu fa fil janna. Haqiqiy baxtli odamlar jannatda bo'ladi. Bu oxiratdagisi. Biz dunyodagisini aytyapmiz. Dunyodagisi. Baxt nimada, saodat nimada? Qo'lingga katta mablag' kelib tushdi. Yangi mashina sotib olding. Yangi uy sotib olding. Uylanding. O'zingni baxtiyor his qilasanmi? His qilasan. To'g'rimi shu? To'g'ri. Bu qanaqa baxt? Birodar, bu baxt emas. Bu xursandchilik. Xursandchilik vaqtincha bo'ladi. Baxt doimiy bo'ladi. Yangi telefon oldingiz, 10-chini. Bir hafta baxtli bo'lasiz. Keyin o'rganib qolasiz. Demak, baxt emas bu. Bu xursandchilik deyiladi. Baxt vaqtinchalik bo'lmaydi. Xursandchilik lahzadir, rozilik esa hayotdir. Xursandchilik lahzadir, baxt esa hayotdir. O'sha eng baxtiqaro odamda ham hayotda xursandchilik kunlari bo'ladi, lekin baxt deyilmaydi u. Xursandchilik deyiladi. Qarang. Bu dunyoni matohi qo'lingizga kelib tushishi bilan sizni qalbingizda paydo bo'lgan xursandchilik sizga vaqtinchalik saodat shuurini beradi. Qaytaraman. Mana shu dunyoni matohi qo'lingizga kelishi sababli paydo bo'lgan qalbingizdagi xursandchilik sizga vaqtincha saodat shuurini beradi. Lekin haqiqiy saodat vaqtincha bo'lmaydi. U doimiy bo'ladi. Mashina oldingiz.
Endi baxtlisiz. Mashinangiz bor. Necha kun baxtlisiz? Bir hafta, 10 kun. Keyin ko'nikib qolasiz. Tamom. Saodat shuuri tugadimi? Tugadi. Uyingiz yo'q edi. Uyli bo'ldingiz. Endi eng baxtli kishisiz siz. Uyingiz bor. Keyinchi ko'nikib qolasiz. Tamom. Saodat shuuri tugadi. Boyroq edingiz. Uylandingiz. Endi eng baxtli kishisiz. Endi xotiningiz bor. Necha kun baxtlisiz? Tugadimi shu bilan vaqtingiz? Tugadimi 40 kundan keyin baxt? Ana, keyin ko'nikib qolasiz. Qaytaramiz. Demak, dunyo matohidan sizni qo'lingizga bir narsa keldi, sizni quvontirdi. Bu xursandchilik, bu saodat emas hali. Chunki xursandchilik vaqtinchalik bo'ladi, saodat doimiy bo'ladi. Tushunarlimi? Mana doim sizni xursand qiladigan narsa nima? Doim u bilan quvonib yurasiz, xursand bo'lib. Namozingiz. Ertaman turasiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deysiz, quvonasiz. Bu bundan zerikmi? Demak, mana shu baxt. Tushunarlimi? Xulosa, dunyo matohiga bog'langan quvonch vaqtinchalik saodat shuurini beradi, keyin unga ko'nikib qoladi. Dunyo matohi sababli qo'lingizga kelgan quvonch bu hali baxt degani emas. Chunki baxt, saodat doimiy bo'ladi. Chunki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ibodati bor, haromdan uzoq, jannat umidida yashayotgan odam baxtli, faqat tushunmaydi u. Ilmsizligidan, ko'chadagi dunyo matohi ko'zga chiroyli ko'ringanidan, mana o'lchov tushuncha pishib yetilmaganligidan o'zini baxtsiz his qilaveradi. Anonim yo'q, manonim yo'q, anonim kam, manonim kam. Apple kompaniyasini asoschisi haqida nima bilasizlar? Dunyo matohida cho'qqiga yetgan, biznes olamida eng katta cho'qqilarni zabt qilgan Steve Jobs haqida o'qib beraman. 56 yoshida vafot etgan. Apple kompaniyasining asoschisi. O'zini zamonasidagi eng peshqadam biznesmen. O'zidan keyin 7 yoki 8 milliard dollarlik boylikni qoldirib ketdi. 56 yoshida o'tdi. Bu Steve Jobs 8 yil davomida oshqozon osti bezini raki bilan kurashdi va mana shu kasal tufayli o'lib ketdi. Bu odamlar uchun tijoratdagi muvaffaqiyatning ramzi. Tushunyapsizmi? U mana shu o'limi yaqin qolgan paytda to'shagida yotib aytgan so'zlari bor. Juda ham ibratlanarli. Ki siz bilan biz yeta olmaydigan pulga yetgan. Biz yeta olmaymiz, yetishimizdan yetmasimiz ko'proq. O'sha odam biz orzu qilayotgan narsani cho'qqisiga yetib turib, cho'qqiga chiqqanda bu tanlagan yo'li, bu oldiga qo'ygan maqsadi, bu o'lchov tushunchalari hech narsa emasligini e'tirof qilyapti. Biz hali yetganimiz yo'q u cho'qqiga. Biz yeta olmaymiz ham u cho'qqiga. Yetgan odamning gapini eshitib turing. So'zma-so'z o'qib beraman. Uning so'nggi so'zlari. Men biznes olamida muvaffaqiyatning cho'qqisiga chiqdim. Boshqalarning nazarida mening hayotim muvaffaqiyatning ramzidir. Biroq ishdan boshqa quvonchim kam edi. Oxir-oqibat boylik men o'rganib qolgan haqiqat edi xolos. Hozir to'shakda yotib butun umrimni eslarkanman. Menga yaqinlashib kelayotgan muqarrar o'lim oldida men ega bo'lgan hamma e'tibor va hamma boyliklar ma'nosiz ekanini va oliy ma'nodan mahrum ekanligini tushunyapman. Mashina haydash uchun siz kimnidir ishga yollashingiz mumkin. Odamlarni yollab siz uchun pul topishga ishlatishingiz mumkin. Lekin hamma pulingizni sarflasangiz ham sizni o'rningizga mana shu dardni ko'taradigan odamni yollay olmaysiz. Har qanday moddiy narsalarni topib, sotib olish mumkin. Ammo bir narsa borki, uni yo'qotsangiz hargiz topa olmaysiz. Hayotni. O'zingizga yaxshi muomalada bo'ling, boshqalarni hurmat qiling. Yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borar ekan, biz 30 dollarlik soat ham, 3000 dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. 30 dollarlik hamyon ham, 300 dollarlik hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina 30,000 dollarlik bo'ladimi, 300,000 dollarlik bo'ladimi, masofa va yo'l bir xil bo'ladi.
yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlikmi, 3000 kvadratlikmi, unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. 8 milliard dollarni qoldirib qo'ygan shunaqa katta biznesmen, cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'shuncha puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Bizda o pulni 10dan biri ham 100dan biri ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz. Yetganlar aytayapti bo'lmas ekan baxt deb. Agar samolyotning biznes klassida uchayotgan bo'lsangiz ham, ekonom klassida uchayotgan bo'lsangiz ham, samolyot yerga qulasa bir xil tushasiz. Meni tushunyapsiz degan umiddaman. Agar do'stlaringiz bor bo'lsa yoki siz dildan suhbat qilishingiz mumkin bo'lgan odamlaringiz bor bo'lsa, bu haqiqiy baxtdir. Steve Jobs davom etadi. Inkor etilmaydigan haqiqatlar. Bolalaringizni boy qilib tarbiyalamanglar. Ularni baxtli bo'lishi uchun tarbiya qilinglar. Shunda ular ulg'ayganlarida narsalarning qadrini bilishadi, ularning narxini emas. Ovqatni doridagi iste'mol qilinglar. Aks holda dorini ovqatdagi iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Sizni yaxshi ko'radigan insonlar sizni tashlab ketishlikka 100 ta sababni ko'rib tursa ham, sizni oldingizda qolishlikka bitta sababni topishadi. Inson bo'lish bilan insoniy bo'lish orasida katta farq bor. Agar siz tez ketishni xohlasangiz, yolg'iz yuring. Agar uzoqroqqa borishni xohlasangiz, do'stlaringiz bilan birga yuring. Dunyodagi eng yaxshi 6 ta tabib: quyosh nuri, dam olish, sport mashg'ulotlari, parhez, o'zingga ishonch, do'stlar. Steve Jobsning so'zi tugadi. Odamlarni orzu qilgan narsalarni hammasiga erishgan odamning oxirgi so'zlari. Haqiqatan so'zlari to'g'ri, ma'noli, ta'sirli. Ammo bitta narsa yetmayapti bu nasihatda. Uni nasihatda bitta narsa yetishmayapti. Nima u? Allohga bo'lgan iymon gapirilmayapti. O'shuning uchun bu odam baxtsiz bo'ldi. Shunaqa katta boylikka, shunaqa katta obro' hurmatga erishgan odam iymonni gapirmaganligi uchun baxtsiz bo'ldi. Shuning uchun haqiqiy saodatning birinchi va asosiy muhim sababi nima? Allohga bo'lgan iymon. Undan keyin solih amal, undan keyin o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligi. Bu inson o'zini tutgan yo'lida sobit turdi, hamma mashaqqatlarni ko'tardi, maqsadiga yetdi, erishdi. Ammo umrining oxiriga kelganda qarodi, tanlagan yo'li ham, oldiga qo'ygan maqsadi ham hech narsa emasligini tushundi. Qachon tushundi? O'lim peshanasiga kelib tekkanda. Muqarrar o'lim oldida meni intilgan, topgan narsalarim hech narsa emasligini endi tushundim, deyapti. Birodar, sen bilan menga unga berilgan boylik berilmaydi, berilmasligi mumkin. Odamlarning ko'pchiligi shu dunyo matohi deb yugurib yerib o'lib qolyaptimi? Ularga bu boylik, unga yetgan boylik 70dan 70 ko'proq. Ammo o'sha narsaga erishgan odamni umrining oxirida aytayotgan gapiga e'tibor bergan. Sen bilan menda iymon bor. Sen bilan menda solih amal bor. Endi sen bilan menda o'lchov tushuncha to'g'ri bo'lsin. Chunki insonni saodatli qiladigan narsa dunyoda nima edi? O'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligi. Demak, saodat dunyo matohining ko'pligida emas. Bu masalada dinimiz bizga qanaqa ta'limotni beradi? Inson saodatli bo'lish uchun Allohning taqdiriga rozi bo'lish kerak. Hamma narsaga ega inson saodatli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan inson saodatli. Hamma narsani qo'lga kiritgan odam baxtli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan odam saodatli. Rozi inson, kunidan, hayotidan rozi inson hargiz xarob bo'lmaydi. Dunyodagi ko'p odamlar saodatni qidiradi-yu, ammo qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Odamlar saodatni qidiradi-yu, ana shu saodatning asosi bo'lgan qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Qanoat qil, saodat topasan. Agar mana shu tushuncha bilan yashasakchi, hammamiz saodatli bo'lamiz. Hammamiz imkoniyatimiz bor. Faqat qanoat qilaylik, rozi bo'laylik. Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, ar-rido bil qadar yudhibul hamma wal hasan.
qadarga, taqdirga rozi bo'lishlik g'am qayg'uni ketkazadi, binobarin saodat olib keladi. Kim Allohning ato qilgan taqsimiga rozi bo'lsa, Alloh berganini keng qiladi, barakali qiladi. Kim Alloh unga ato qilgan narsaga rozi bo'lmasa, unga uni keng qilmaydi va barakali qilmaydi. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Ularning hayoti dunyodagi maishat tirikliklarini ham ularning o'rtasida biz taqsim qilganmiz. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifdan toshbo'ron bo'lib qaytganlarida rozi ekanligini aytdilar, saodatli bo'ldilar. Bilol ibn Rabohni olib chiqib azoblashganida kunidan roziligini aytdi, baxtli bo'ldi. Sen ham birodar, Allohning taqdiriga rozi bo'l, eng baxtli inson bo'lasan. Taqdiringga rozi bo'l degani hech narsa qilmasdan o'tiraver degani emas. Juda muhim joyi. Taqdiringga rozi bo'l degani hech narsa qilmasdan o'tiraver degani emas. Ha, musulmonda kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz kambag'allikdan panoh tilaganlar. Musulmon odamni kasal bo'lgandan sog' bo'lgani yaxshi. Zaif bo'lgandan quvvatli bo'lgani yaxshi. Biz nima demoqchimiz taqdiringga rozi bo'l deyishlik bilan? Qo'lingdan kelganicha turmushingni yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qil. Sog'lom bo'lishga harakat qil. Badavlat bo'lishga harakat qil. Hamma sababni qil. Undan keyin nima bo'lsa shunisiga rozi bo'l deyapmiz. Loqaydlikka, harakatsizlikka, yalqonlikka chaqirayotganimiz yo'q. Sen mehnatni zo'r qil, natijaga rozi bo'laver degani. Tushunarlimi? Odamlar kunidan rozi bo'lsa, keyin saodat topadi. Endi savol. Hamma kunidan rozimi? Yo'q. Juda ko'pchilik tinimsiz shikoyat qiladi. Mana shu shikoyat siz hayotingizdan rozi emasligingizning dalili bo'ladi. Mana shu shikoyatingiz sizni dunyoda baxtsiz qilyapti. Vaholanki rozi bo'lishlikka sabab ko'proq birodarlar, norozi bo'lishga sababdan ko'ra. Qaytaramiz. Hayotingizdan norozi bo'lishlikka sabab 4 ta bo'lsa, hayotingizdan rozi bo'lishlikka sabab 40 ta. Faqat qarashni bilmaysizda qaysi tomonga. Dunyo ishlarida sizdan ko'ra holi xarobroq odamga qarang. Oxirat ishida sizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qarang. Mana sizga baxtni formulasi. Dunyo matohi, tirikchilik masalasida sizdan holi xarobroq odam bor. Unga qarang-da, kuningizga shukr qilasiz, rozi bo'lasiz, baxtli bo'lasiz. Oxirat ishlarida sizdan ko'ra ulug'roq amalga qodir bo'layotganlar bor. Ularga qarang. Bizda teskarisi bo'lib qolgan. Dunyo ishida bizdan balandga qaraymiz, o'zimizdan boyot badavlat odamlarga, oxirat ishida o'zimizdan xarob odamga qaraymizda, noroziligimiz bilan baxtsiz bo'lib turaveramiz. Maoshing ozmi? Ishsiz yurganlar bor. Uying tormi? Uysiz yurgan, ko'chada qolganlar bor. Bitta oyog'ing sindimi? Ikkala oyog'i ishlamayotganlar bor. Arabada o'tirasan yura olmasdan, komada yotganlar bor. Qaraginda, dunyoda sendan ko'ra holi xarobroq bo'lgan, dunyo matohida holi xarob bo'lganlar bor. Unga qara shukr keltirmay ilojing yo'q. Ammo oxirat ishlarida o'zingdan baland bo'lgan odamga qara. Avvalom bir o'zimizni o'lchov tushunchamizni tuzataylik va oilalarimizni o'lchov tushunchasini tuzataylik. Bolalarni boy bo'lishga o'rgatmaylik. Chunki boy kambag'al bo'lishlik taqdir masalasi. Otalar o'zini farzandlarini Alloh bergan kunidan rozi bo'lishga o'rgatsin. Avvalambor o'zi ko'rsatsin rozi ekanligini farzandlariga. Chunki o'g'il bola uchun, dadalar, yosh dadalar, o'g'il bola uchun eng birinchi kumir bu uning otasi. O'sha 10 ga kirgan, 8 ga kirgan o'g'lingiz uchun eng birinchi kumir sizsiz. Siz o'zingiz hayotingizdan rozi ekanligingizni ko'rsating oilangizga, farzandlaringizga, ayollaringizga. Ular shu narsani sizdan yuqtiradi. Endi tinimsiz shikoyat qilib turgan bo'lsangiz o'zingiz hayotingizdan, u nimani ko'rib o'rgansin sizdan. Shuning uchun boy bo'lish hammaning imkoniyatida emas, ammo rozi bo'lish hammaning imkoniyatida. Boy bo'lish hammaning qo'lidan kelmaydi, ammo rozi bo'lish hammaning qo'lida, imkoniyatida. Saodatning asli rozilik. Hayot bu seni haqqing, huquqing emas. Ya'ni Allohning ustidagi sening haqqing emas, seni yashashing. Balki hayot Allohning senga bergan hadiyasidir. Bas hadiyaga rozi bo'l, saodatli bo'lasan. Seni dunyoga kelishliging Allohning ustidagi haqqing emas edi. Alloh seni dunyoga kelishiga qarzi yo'q edi.
Dunyoga keldingmi? Allohning hadiyasi bu. Hadiyani qabul qil, rozi bo'l. Hayot Allohning senga bergan nimasi? Hadiyasi. Hadiyani qabul qil. Hadiyani qabul qilib nima qil? Shunaqa ham hayot berasan endi, Parvardigor. Qara endi, onoda mana bor. Menga ham shunaqa hayot bermasa nima qilar eding? Bilasanmi? Suv qo'shilganda, erkak ayol suv qo'shilganda odam bo'lishga yaraydigan 20 millionta tochka bo'ladi. 20 milliontadan bitta sen odam bo'lib qolding. Shuni o'zi shukr keltirishingga, rozi bo'lishingga kifoya qilmaydimi? Hayot bu seni haqqing emas. Hayot Allohning senga bergan hadiyasi. Allohning hadiyasini qabul qil, rozi bo'l. Rozi bo'l, saodatli bo'lasan. Insonning saodati uning qalbida bo'ladi. Keyin qalbidan tashqarisiga chiqadi. Saodat tashqaridan inson ishiga kirmaydi. Insonning saodati qalbida bo'ladi, o'lchov tushunchasida. Shu saodat endi tashqariga chiqadi. Tashqaridan kelgan narsa insonni saodatli qilmaydi. Rozilik Allohning ulug' bir eshigidir. Obidlarning rohati, dunyodagi jannati. Kim unga shu dunyoda kirmagan bo'lsa, bas uni oxiratda hech qachon totib ko'rmaydi. Alloh azza va jalla bergan hadiyasiga, Alloh taolo bergan ne'matiga, bergan rizqiga, bergan kuniga, bergan taqdiriga rozi bandalardan bo'lishimizga o'zi tavfiq bersin. Chunki banda rozi bo'lar ekan, shundagina uni qalbida qanoat, xotirjam bo'ladi. Banda rozi bo'lar ekan, shundagina saodat topadi. Aks holda insonning dunyosi har qancha ko'p bo'lsin, har qancha uzoq yashasin, har qancha sog' yashasin, bu uni baxtli bo'lishligining asosiy sababi emas.